Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati 6-qism. Yo'talmay turib tarixga kirganim naqli. Iloji boricha birpas yo'talingizni tiyib tursangiz, dedi tovarishiyak meni chetga tortib. Hozir hayotingizda eng unutilmas voqea sodir bo'ladi. Ulug' dohiy tovarish Xonmanmen bilan uchrashasiz. Yo'g'e, tarixga kirarkanmizda, baxtiyor bo'larkanmizda. Bunday sharafdan uncha-muncha odam o'zini yo'qotib qo'ymog'i, hayajonga tushmog'i turgan gap albatta. Men hayajonlanmadim, chunki tomog'im qichishib, battar yo'tal tutdi. Bu balo menga samolyotda ilashib, mana necha kundirki dam-badam xuruj qilib kelayotgani rost edi. Taraddudlanib qolganimni ko'rib, tovarishiyak muddaosini dangal oshkor qildi. U zotga yuqtirib qo'yishingiz mumkin, ehtiyot bo'ling. Obbo, gap bu yoqda deng, ensam qotganimni yashirib o'tirmadim. Xayr bo'lmasa tovarish Baxtiyor uchrasha qolsin dohiyingiz bilan. Ana qarang, u yo'talmayapti. Tovarishiyak odaticha pinak buzmay sovuqqina kesib gapirdi. Tovarish Baxtiyor uchrashmaydi, unga mumkin emas. Xullas, yo'talmay tursang bas, tarix seniki. Biz gavjumlashib qolgan qabullar tolorida turardik. Yo'l bo'yi necha chig'iriqdan omon o'tib, odatdagidek roppa-rosa 1,5 yilda bino etilgan bu azim saroyga hozirgina kirib kelganmiz. So'nggi chig'iriqdan ham qutulib ichkariga qadam bosgan kishi dastlab nima qilarini bilmay bir zum sarosimada qoladi. Keyin pastak mizlarga terib qo'yilgan anvoyi shirinliklar va ichimliklarga unnab, allanechuk bir o'ng'aysizlikni yengmoqqa tirishadi. Bir mahal zahil bashara qotma bir odam yonimizga keldi. Tovarishiyak uni menga tanishtirdi. Partiya markaz qo'mi targ'ibot va tashviqot bo'limining mudiri tovarish Maydaxon ekan. Bizda allaqachon kompartiyani avra-astari ag'darib tashlanganigami, bir vaqtlar sirli vahimali ko'ringan bu kabi mansab lavozimlar menga endi anchayin erish, hatto masxaraomuzdek tuyulardi. Nimasidir badiiy havaskorlik dastalarining rahbarlariga o'xshab ketadigan tovarish Maydaxon meni xoliroq burchakka yetaklab, qo'lida bir varaq qog'oz chizma yo'l-yo'riq bera boshladi. U ham o'z navbatida kamina hozir naqadar ulug' baxtga musharraf bo'lajagimni, bu uchrashuvni tarixiy siyosiy ahamiyatini qayta-qayta ta'kidladi. Yo'riqchim o'ris tilida binoyidekkina gapirar, 60-yillari rasmiy vakillar safida tajriba almashgani O'zbekistonga ham kelgan, Toshkentni ko'rgan ekan. Buni eshitib ko'nglimda bu odamga nisbatan allaqanday yaqinlik, xayrixohlik paydo bo'ldi. Tovarish Maydaxon uchrashuv chog'i o'zimni qanday tutmog'im, qayerda, kimning yonida turmog'im lozimligini erinmay, hatto ijikilab tushuntirgach, o'ziga o'xshash yo'riqchi orqali o'sha zambiyalikmi, zimbabvelikmi zanjini topib ko'rsatdi. Bizni tanishtirdi va tegishli etagiga qizil qalam bilan belgi qo'yilgan chizma qog'ozni qo'limga tutqazib, dalda bergandek yelkamga qoqa-qoqa meni uchrashuv boshlanayotgan muhtasham tolor eshigiga ro'para qildi. Biron bir aksil g'oyaviy buzg'unchi, qo'poruvchi yovuz niyatdami yo hazillashibmi granata solib qo'ymadimikin degan xavotirda har ehtimolga qarshi yon-verimni paypaslay eshik og'zida sovuq g'o'ddayib turgan maxsus soqchilarga yaqinlashdim. Ulardan biri sezgir tayoqchasi bilan chirillatib tamomi joyimni orasini ham tekshirib chiqib, uchrashuv toloriga yo'l ochdi. Yop-yorug', shifti baland, bahavo bu uzun cho'xtalarni keng sahnani burchak-burchagiga qadar enlab cho'g'dek gilam to'shalgan, devor tomonda 4 zinadan iborat allaqanday temir qurilma yuksalgan edi. Tarixga kirish tolori. Bizni o'rtadagi to'rtburchak hoshiya bo'ylab ma'lum tartib bilan saf tortishga da'vat etdilar. Men anglay zambiyalikmi, zimbabvelikmi topib yoniga turib oldim. Shu zaylda 10-15 daqiqa unsiz qotib turildi. Tarixga kirish oldidan o'lik sukunat. Daf'atan chapak yangrab, to'rdagi eshikdan ulug' dohiy tovarish Xonmanmen siymosi ko'rindi. Ortida bir to'da ayon va akobirlari. Qizig'i shundaki, ular ham chapak chalib kelmoqda edi. Dohiyning o'zidan boshqa hamma. U chapaklar bo'roni ostida to'rtburchak safga yaqinlashar ekan, allanechuk jonsiz, bahafsala qo'l silkib salomlashgan bo'ldi. Shu on ko'kragidagi yaltir-yultirlariga qaraganda vatan oldida zo'r xizmatlar ko'rsatib qo'ygan yuksak martabali bir harbiy zot oldinga tushib, qo'lidagi qog'ozdan saf boshida turgan kishining nomi va kelgan mamlakatini tantanavor tarzda e'lon qildi.
ulug' dohiy bilan salomlashar ekan, sho'rlik orollik ehtiromining zo'ridan ikki bukilib qolay dedi. Dohiy u bilan uzoqroq, quyuqroq so'rashdi. Chamasi qandaydir sho'xroq gap ham qildi va sersoqol dohiy do'stiga salom yetkazmoqni tayinladi. Tanishuv shu tariqa davom etib kelardi. Avval nomingiz, so'ngra kelgan mamlakatingizning nomi. Dohiy asta qo'l uzatib bilinar-bilinmas bosh irg'ab qo'ydi. Bu asnoda g'o'ddayib turgan kim, ehtirom va hayajondan titrab qaqshab qolgan kim? Dohiy biz sari yaqinlasharkan, boyadan beri boshimni qotirgan bu harbiy jarchi hammani qayoqdan taniydi, adashib yanglishib ketmasmikin, degan xavotir jumboqqa javob topildi. Biz uning qo'lidagi ro'yxatga binoan safga tizilgan ekanmiz. Bor sir sinoati shu xolos. Nihoyat mening ham nomim yangrab, buzuq bir talaffuzda O'zbekiston deya e'lon qilindi. O'rta bo'y, yapasqi bashara, kostyumining tubangi tugmasi qadalmagan. Keyin e'tibor qildim. Aksariyat ayonlari shuginada ham bu zotga taqlid qilar ekan. Ko'zoynakli bir kishi qarshimda to'xtab, qo'l uzatdi. Men ham qo'limni cho'zdim. Bir soniyalik nigoh, salom alik, shu tamom. Lekin shu bir soniyalik salomlashuvning siyosiy tarixiy ahamiyati asti qo'yaverasiz. Salomlashuvdan so'ng uni ortidan kuzatarkanman, daf'atan taajjubda qoldim. Avvalgi uchrashuvlarda yo tuzuk qaramagan, yo e'tibor qilmagan ekanman. Ulug' dohiyning gardanida choynakday g'urra toshib turardi. Nima bu? Xatarli o'sma emasmikin ishqilib? Hali tavarish yakdan so'rab ko'rarman. Tanishuv marosimi poyoniga yetib chapak yangradi. Bu gal chapakka dohiyning o'zi ham qo'shildi. Hamjihatlikka nima yetsin? Kommunistlarcha tenglik ramzi bu. Keyin ulug' dohiy bilan suratga tushish marosimi boshlandi. Hamma qo'lidagi chizmaga qaray devorga yondosh temir qurilmaga chiqib joy-joyini egallamoqqa kirishdi. Mening o'rnim oxirgi qatorda, qurilmaning eng baland pog'onasida edi. Chiqib qarasam o'rnimni kimdir egallagan. Boyagi zambiyalikmi, zimbabvelikmi, sinfdoshimga o'xshaydi ham, o'xshamaydi ham. Bu o'lgurlarning bari bir xil, ajratish oson emas. Bo'lgani bo'lar deb indamay uning yoniga turib oldim. Turib oldim-u, tuyuqsiz haqiqiy sinfdoshimga ko'zim tushdi. U 3-qatordami, 4-qatorda joyini qidirib, uloqib yurardi. Mayli, qo'shiluvchilar o'rni o'zgargani bilan yig'indi o'zgarmas. Xato bo'lsa ham juda unchalik katta xato, tarixiy siyosiy ko'rlik emasdir. Tarixga zambiyalik yo zimbabvelik bo'lib kirsangiz nima qilibdi? Kirganingiz hisobda, to'g'rimi? Ulug' dohiy taomilga ko'ra eng oldinda o'ng yonida orolliklar delegatsiyasining novcha, oqsoch rahbari, so'l yonida yana bir do'st mamlakat vakili bilan 1-qatorda turardi. Ro'parada jonsarak suratgirlar. Tarixiy daqiqalar yaqinlashmoqda. Mana nihoyat ketma-ket chaqmoq chaqnay boshladi. Chiq-chiq, chiq-chiq, chiq-chiq. Ketidan chapaklar yangraydi. Bu gal endi guldiroz, davomli chapaklar, tantanavor chapaklar. Bo'ldi, biz tarixga kirib bo'ldik. Ana shu minnatdor olqishlar ostida ulug' dohiy odatdagidek allanechuk behol, behafsala qo'l silkib xayrlashdi-yu, bizni tarixda qoldirib, o'zi boyagi mulozimlari qurshovida eshik tomon yuradi. Bu uning biz bilan so'nggi ko'rishuvi emas edi. Aslida biz xayrlashmagan ekanmiz. Bu mamlakatda necha kun yashagan bo'lsak, u hamisha biz bilan yurdi. Ya'ni hamisha ko'z o'ngimizda turdi. Ko'cha-ko'yda ham, majlis mashvaratlarda ham, devoru peshtoqlarda ham, katta-kichikning ko'kragiyu gap so'zida ham. Bu zotning soxt sumbatiyu yurish-turishi menga ilgaridan tanish kimlarnidir eslatdi. Deylik, aftangori o'z zamonasida yoshlarga qarshi tish-tirnog'i bilan kurashib, adabiyotning jallodi sifatida nom chiqargan bir oqsoqolimizga o'xshasa, loqaydgina behafsala qo'l silkib qo'yishi esa yana bir dovdirroq ustozimizni yodga solardi. Qabullar toloridan chiqqanimni bilaman. Eshik og'zida poylab turgan g'amxo'r tavarish Maydaxonu jonsarak tavarish Yak va yana allaqanday tavarishlar go'yo yopishib qo'llarimni talasha-tortisha siqib, ulug' dohiyni ko'rmoq sharafiga qo'l olishib, salomlashmoq baxtiga muyassar bo'lib, tarixga kirganim bilan meni qutlay, olqishlay ketishdi-ku. Agar bu sho'rliklar musulmon qavmidan bo'lganida bormi, meni shu topda aziz avliyoga aylantirib, barmoqlarimni yuz-ko'zlariga surtib tavof qilishlari ham turgan gap edi. Shaxsga sig'inish deganlarining chek-chegarasi yo'q ekanda. Bu borada tavba qildim-u, Xudoyim ham yarim yo'lda qolib ketar ekan.
Tavarish Yak darhol qabul chog'i yo'talgan-yo'talmaganimni surishtirdi. Mening yo'talimni cheklash to'g'risida qattiq topshiriq olganmi yo hayot-mamot masalasimi, bu unga kim bilsin. Lekin buni qarangki, na qabul, tanishuv chog'i, na suratga tushish marosimi mobaynida yo'talibman-a. Ulug' dohiyning sharofatidanmi yo salobati tufaylimi yo'talim esimdan chiqib, shu bo'yi batamom qolib ketganiga nima deysiz, qoyilmisiz? Tarixga kirish deb mana buni aytadilar. Saroydan qaytayotib yo'lda g'urradan gap ochgan edim. Tavarish Yak chayon chaqqan misol chiyillab yubordi. Nichevo подобного. Bu gapni qaytib og'zingizga olmang. Ko'zingizga shunday ko'ringan bo'lsa kerak. Chindan ham ko'zimga bir balo bo'lgan shekilli. Shu kecha televizor oldida o'tirib, harchand tikilmayin bugungi marosimlar haqida axborotda dohiyning gardanida hech nima ko'rmadim. Yo bir mo'jiza ro'y berib, g'urrasi choynakdek keladigan g'urra surilib ketdimikin? Axir ekranda u oliy maqom gardanning o'zini ko'rmagan bo'lsam nima qilay? Dohiy bo'ynini burgan zahoti kadri almashinib ketaveradi. Yo qudratingdan, mahoratingga tasanno. Ertasi kuni batartib Tavarish Yak ulug' dohiy bilan tushgan suratlarimiz bosilgan bir dasta gazeta va uning kattakon konvertga joylangan rangli ko'rkam nusxasini keltirib qo'limga berdi. Bu rasm hozir uyimda, ish bo'lmamda esdalik bo'lib turibdi. Kimki mening tarixga kirganimga ishtiboh qilsa, marhamat kelib ko'rishi mumkin. Shaxsan o'zlariga shon-sharaflar bo'lsin. Bugun ertalab Tavarish Yak sovuq xabar keltirdi. Buryoda yana 5 kun qolar ekanmiz. Ora buzilgach, uning aytishicha, Moskvadan qatnaydigan samolyot haftada bir martagina keladigan bo'libdi. Shu hisobda uyga qaytishimizga bugunni qo'shmaganda yana 5 kun bor. Anjuman kecha tugadi. Bugun hamma yurt-yurtiga jo'nab ketadi. Biz esa tag'in 5 kecha-yu 5 kunduz bu yerda qolmoqqa mahkummiz. Tezroq ketishning boshqa iloji yo'qmi? Bor albatta. Pekin orqali o'tishingiz mumkin, marhamat. Ammo buning uchun ancha-muncha sarmoya kerak bo'ladi. Sizning cho'ntagingizda esa o'ris rublidan o'zga hech vaqo yo'q. Binobarin Moskva samolyotini kutmoqqa majbursiz. G'arbiy Buryo poytaxti orqali uchish haqida-ku gap ham bo'lishi mumkin emas. Bizning ul dushman mamlakat bilan o'zlaringga yaxshigina ma'lum havo aloqamiz yo'q. Bo'lishi ham aqliga sig'maydi. Qolaversa, yirtqich kapitalizm hukmron u yurtda. Bir zum tekinga nafas ham ola olmaysiz. Xo'sh, 5 kun bu yerda qolib nima bilan mashg'ul bo'lamiz? Nima yeb, nima ichamiz? Qayerda istiqomat qilamiz? Kimning hisobidan? Tavarish Yak ermak qilgandek kulimsirab yelka qisdi. O'ylab ko'ringlar, biror chorasi chiqib qolar. Nimani o'ylab ko'ramiz? O'ylasak, o'ylamasak, cho'ntaklarimizda Moskvaga qaytishga yetadigan o'ris rubli bor xolos. Bari hisob-kitobli, ortiqcha bir chaqamiz ham yo'q. Bunaqa kunga qolishimizni tush ko'ribmizmi? Nima qilsak ekan-a? Bunisini endi o'zlaring bilasizlar. Shunday deb yaramas Tavarish Yak qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Xudo yolg'onchi qilmasin, har birimizning cho'ntagimizda yana $20 aqcha bor edi. Lekin $20 nima degan gap? 4 quti bundayroq sigaret yoki 5-6 shisha biya va salom. Aytishicha, Tavarish Baxtiyor shuni ham sarflab qo'yibdi. Otasining dardman oyog'iga deb allaqanday malhamdori sotib olganmish.